Qarliq basti o'yini. Bu o'yinni qiz-o'g'illar har qaysi fasllarda bo'sh vaqtlardan foydalanib o'ynaydi. Bo'libmi, bolalar bir yerga jam bo'lib, ish bilan mashg'ul bo'lganda, masalan, jangal yoki tog'larda poda baqqanda yoki qatnash qurollarga o'ltirib, uzun yo'l yurganda bu o'yinni o'ynab, ish puchuqini chiqaradi. O'yinga qatnashuvchilarning soni sharoitga qarab belgilanadi. Oyun başlanğanda balalardan biri ana bulup aldıda turdu. Başqa balalar onun ətrafıga tizilinib turdu. Ana balalarga qarab, "Uçdi, uçdi, qağı uçdi. Uçdi, uçdi, kaptar uçdi. Uçdi, uçdi, öy uçdi. Uçdi, uçdi, qo'y uçdi. Uçdi, uçdi, keklik uçdi." degandek gaplarni deb üllük ovozda vaqiraydi. Aldıda turgan balalar uçdi yoki uçmudi deb aytishdi. Balalar ichidan kimki ucholmaydigan narsani uçdi deb salsa, ona shu balaning ikki ko'zini qo'li bilan mahkam tutib o'ltirib, boshqalarga ishorat qiladi. Shuning bilan balalardan biri ko'zi yumilgan balaning badniga asta noqib qo'yib, darhol aslidagi o'rniga berib chandirmay o'ltirib oladi. Bu chaqda ana qo'lni qo'yib etib, uning o'zini no'qigan balni tepishiga ruxsat qiladi. Bala o'z gumoni bilan farziga tayanib, balalar orasida no'qig'uchini topalisa, no'qig'uchi bilan o'rin almashtirdi. Topamsa, boshqa balalar birdak "Qori bosdi!" deb to'laydi. Natijada bala beshni yana onaning beshi qo'ydi. O'yin shu xilda davomlashadi. Bu o'yinda balani faqat biraylarla noqish kerak. Bir necha balaning biraqli noqishiga bo'lmaydi. Agar kimki birning noqig'anligini ko'rib turib noqisa yoki topquchi balaga noqig'uchini ko'z ishorasi bilan deb bersa, o'yin qoidasini buzdi deb qarilib, topquchi bala bilan o'rinni almashtirdi.